Bugun Toshkentdagi eng qimmat va eng arzon oshni ko'rsatamiz. Men qimmatiga boraman. Buni tanga aniqlaydi. Qaysi tarafi? Gerbli, okey. Bo'l, gerbli tarafi tushsa siz qimmatiga borasiz. Kelishdik. Qani, ey xudo. Gerbli tarafi. Bo'lmadi. Okey, bo'ldi. Qandaysan Sardor? Otasizmi, tashiysizmi, bo'ldi. Yoqib qo'ydimi uni? Nima farqi bor? Sakkiz otdi-yu. Va ikkinchi marta geri tushyapti, bo'ldi. Men qimmatiga boraman. Shunaqa qilib Toshkentdagi eng arzon oshni qidirib, Chorsuvdagi shu oshga yetib keldim. Men o'zim eng qimmat deb bilgan Lali restoranida tayyorlanadigan oshga keldim. Shu oshda odam ko'p, chiroyli atmosfera, ochiq havoga joylashib oldim. Restoranga kirib kelishim bilan milliy premium muhit kutib oldi. Bu yerda ham odam rosa ko'p. Sekin joyim topib joylashib oldim. Kelishuvga binoan bir porsiya to'y oshi, bitta salat, bitta non va bitta choy buyurtma berdim. Porsiyasi men o'ylagandan ko'ra kattaroq ekan. Go'shti biroz kamroq, lekin osh narxiga nisbatan ancha yaxshi. To'g'risi, men oshni ta'mini bunaqa darajada bo'ladi deb o'ylamagandim. Men o'ylagandan ko'ra ancha yaxshiroq ekan. Shu oshda xizmat ko'rsatish bor, lekin bu uchun alohida pul to'lanmas ekan. Bir porsiya osh narxi 12 ming, butun non 5 ming, achchiq 10 ming, choy esa 5 ming. Umumiy 32 ming so'm bo'ldi. Puliga arziydimi degan savolga 2 martalab arziydi. Xodimlar shunaqangi xushmuomalaki, xuddi sizni 10 yil oldindan taniydigandek. Men bergan buyurtmalarim ham yetib keldi. Xullas, oshning mazasiga keladigan bo'lsak, osh juda ham shirali. Xuddi kimdir adashib novvot sovor ekanga o'xshaydi. Bilmadim, men maza qildim. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, bir porsiya oshimizda 88 ming so'm. Oddiy qora choy bo'lsa 47 ming so'm ekan. Bitta kichkina yopgan non 11 ming so'm, achchiq bo'lsa 62 ming so'm ekan. Umumiy hisobimiz 208 ming so'm pul bo'ldi. Agar mendan arziydimi yo'qmi deydigan bo'lsangiz, ochiqni aytganda narxiga salgina qimmatga o'xshab tuyuldi. Agar shu hisob 100 ming so'm bo'lganda, men ideal narx degan bo'lardim. Video haqidagi fikringizni va keyingi safar qaysi taom bo'lishini xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Baribir joydari joyda o'tirib maza qilib ovqatlanish kerak. Premiumda o'tirishim yaxshi, o'tirib, hayot surib, Qo'ysa. odamlarga qarab